Salom do'stlar, demak sizlar bilan ushbu videoyimizda Dogecoin kriptovalyutasini ishlash haqida gaplashib o'tamiz va bu saytimizda ham biz sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin va qancha pul ishlashimiz mumkinligi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Xullas DogePix saytini obzor qilamiz. Demak, agar siz bu saytdan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Buning uchun Sign Up degan tugmani bosasiz. Xo'p, shundan so'ng ushbu qatorlarni to'ldirib chiqishingiz kerak. Usernamingizni, email manzilingizni, 2 marta parolingizni hamda referalniy kod yozish yoki yozmaslik ixtiyoriy. Shundan so'ng galashga qo'yib Sign Up tugmasi bosiladi yoki bo'lmasam shunchaki Continue with Google degan tugmani bosish orqali tezdagina ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Ya'niki Gmailingizni tanlab. Xo'p, shunday qilib hisobimizga kirib olamiz. Xo'p, hisobimizga kirib olganimizda bunda ham oldingi saytlarimiz bilan strukturasi, sxemasi bir xil. Bunda ham soatlik bonuslari bor hamda bonus faucet degani bor. Va pastda level jadvalimiz bor. Hozir menda bronza levelda turgan ekanman. 201 Dogecoin oborot qilgan ekanman. 1000 oborot bo'ladigan bo'lsa, silver leveliga o'tilar ekan. Xo'p, ana endi ko'ramiz biz agar Dogecoin saytida maksimal qancha pul ishlay olamiz bir kunda. Agar mabodo master leveliga chiqiladigan bo'lsa, eng ko'pida biz 1 soatda 10 Dogecoin ishlar ekanmiz va 24 soatda biz 240 Dogecoin ishlaymiz. Dogecoin narxi salkam 10 sentga teng ekan. 10 sent deb tasavvur qilamiz. Shunda 240 dollarimiz, 240 Dogecoinimiz agar 10 sentdan bo'ladigan bo'lsa 24 dollarga teng bo'ladi. Biz demak bir kunda maksimal 24 dollar pul ishlashimiz mumkin ekan. Bu albatta nazariy jihatdan, chunki master leveliga chiqadigan odamlar juda ham kam. Diamond levelda ham deyarli chiqqan odamlarni ko'rganim yo'q. Platinumda ekan bir nechtasini ko'rganman. Asosan silver hamda gold levellari bizda ko'pchilik chiqayotgan levellar hisoblanadi. Shuning uchun biz eng o'rtachasi, eng o'rta levelni, ya'niki silver levelida hisob kitobni yuritamiz va biz silver leveliga chiqadigan bo'lsak, qancha pul ishlashimiz mumkinligi to'g'risida hozir bilib olamiz. Demak, soatiga 0.015 Dogecoin ishlanadigan bo'lsa, buni 24 soatda qancha ishlashimiz mumkinligini ko'ramiz. 0.015 yozamiz va buni ko'paytiramiz 24 soatga va buni ko'paytiramiz 10 sentga. Va biz kuniga 3 sent, 3,5 sent atrofida pul ishlashimiz mumkin ekan silver leveliga chiqadigan bo'lsak va bu kabi saytlarda 10 tasi bo'ladigan bo'lsa, kuniga 30 sent yoki undan ham ko'proq qilib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ana endi bu saytimizda ham levelni oshirish o'yinlar o'ynashga bog'liq. O'yinlarni ushbu games bo'limida mana shu o'yinlarni o'ynash orqali ko'paytirsangiz bo'ladi. Demak, bunda boshqa saytlarimizga nisbatan adashmasam mana bu Crash degan o'yin qo'shilgan. Boshqa saytlarda menimcha bu o'yinni ko'rganimiz yo'q. Bu yangi qo'shilgan o'yin bo'lishi ham mumkin. Shunchaki samolyot o'yini ekan, buni ko'pchilik o'ynab ko'rgan bo'lishi kerak. Xullas, bu o'yinlarda biz asosiysi katta stavka yutishimiz muhim emas. Biz asosiysi yutishimiz. Qancha pul kiritib o'ynagan taqdirimizda ham asosiysi yutqizmasak bo'lgani. Misol uchun, mana Dice o'yiniga kiramiz. Siz eng minimal summa stavka qilib, eng katta koeffitsient ishlagan taqdiringizda ham, misol uchun 10 koeffitsient ishlaydigan bo'lsangiz, aytaylik, mana bu stavkaga 1 Dogecoin deylik, eng kam miqdorda hisob kitob qilib ko'ramiz. Misol 1 Dogecoin eng kami deydigan bo'lsak, agar siz 10 barobar ishlaydigan bo'lsangiz, 10 Dogecoin oborot hisoblanadi. Lekin siz bu joyga 1 Dogecoin emas, balki 100 Dogecoin tikadigan bo'lsangiz va 0.1 koeffitsient ishlaydigan bo'lgan taqdiringizda ham sizga 100 1 Dogecoin oborotingizga qo'shiladi. Shuning uchun bu joyda qancha katta stavka koeffitsient yutishimiz ahamiyatsiz. Asosiysi bizni qancha ko'p yutishimiz. Misol uchun hozir mana aytaylik, mana bor pulimiz 5 Dogecoinni stavka qilib yutish ehtimolini ko'paytiramiz. Mana maksimalni yutish ehtimolini qilamiz, yutqizish ehtimolimizni kamaytiramiz va bitta yutadigan bo'lsak, bo'ldi. Bizni oborotimizga 5 Dogecoin qo'shildi.
Xullas shu tarzda biz iloji boricha оборотimizni ko'paytirishimiz kerak. Yutug'imiz koeffitsiyenti yoki stavkasini emas, shunchaki yutug'imiz hajmini ko'paytirsak bo'lgani. O'ylashimcha tushunarli bo'ldi. Levelni oshirish bo'yicha stavka, strategiya hamda taktikalar mavjud. Buni ko'pchilik video qilib chiqaradi. Lekin ba'zi videolarda juda ham katta summalarni tikib o'ynashadi. Shuning uchun ularda osonroq va tez ishlayotgandek yoki juda ham oson pul ishlagandek ko'rinishi mumkin, lekin aslida unday emas, chunki ko'pchilik ham yutqizgan vaqtlarini ko'rsatmaydi, asosan yutgan vaqtlarini ko'rsatadi. Misol uchun $100 yutqizgan joyini ko'rsatmasligi mumkin, lekin omadi kelib 100 koeffitsient ishlab $100 ishlagan pulini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bu kabi videolarga ishonib qolib, sizlar ham katta summalarni stavka qilib pulinglarni yutqizib qo'ymanglar. Asosiysi sarmoya qilish ham shart emas. Iloji boricha sarmoya qilmasdan o'zi bergan bonuslarni o'ynab sekin-sekin shoshilmasdan, katta stavkalar qilmasdan har kuni kirib 1-2 marta o'yin o'ynab, shunchaki chiqib ketib o'ynasangiz ham, nima desa bo'ladi, uzoqroq vaqt ketsa ham, lekin natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Pulni chiqarishga keladigan bo'lsak, shunchaki yuqoridagi balansimizni ustiga bosamiz va bu yerda depozit bo'limi bor, buni tushuntirib o'tirmayman. Shunchaki pul chiqarish bo'limini tushuntiraman. Withdraw degan tugmani bosamiz va kamida 10 Dogecoin bo'lsa pulimizni chiqarib olishimiz mumkin ekan. Pastga Dogecoin manzilimizni yozamiz. Buni Binance akkauntingiz yoki boshqa kripto manzillaringizni olishingiz mumkin va ushbu joyga summani yozamiz. Kamida 10 Dogecoin bo'lgandan so'ng komissiya 0.5 Dogecoin olinadi. Shunchaki withdraw degan tugmani bossak, hisobimizga pullarimiz to'lab beriladi. Bu saytdan ham chiqarib olgan istoriyalarim uncha ko'p pul chiqarmagan ekanman, 2 marta pul chiqargan ekanman. Xo'p, demak $2,5 hamda $4,5 pul chiqarilgan ekan. Soatlik faositni olishga keladigan bo'lsak, biroz pastga tushamiz va ushbu joyda oladigan joyi bor. Asosan captcha yechilishi kerak hamda claim tugmasini bosib soatlik bonusimiz olinadi, lekin ushbu captchalar asosan avtomatik tarzda o'zi galочка bo'lib qoladi va siz shunchaki claim tugmasini bosib bonusni olsangiz kifoya. Bu degani siz har bitta saytga kirib ushbu bonusni olishingiz uchun taxminan 10 sekund vaqt ketadi. Bu degani siz 10 ta shu kabi saytni 1,5 daqiqada bemalol hammasidan bonusni olib chiqishingiz mumkin. Bu degani siz kuniga unaqangi 1 soat, 2 soatlab vaqt sarflamaysiz. Shuning uchun iloji boricha shunga o'xshash saytlarni sonini ko'paytirish kerak. Misol uchun mana Tronpik haqida gaplashdik. BNBPik, Solpik, Polpik, Tonpik, xullas hammasi haqida bir gaplashyapmiz. Soni ko'payib bormoqda. Masalan, adashmasam bu 5-saytimiz bo'lishi kerak. Undan keyin yana bitta saytimiz bor. Umumiy hisobda o'zi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta pik saytlarimiz mavjud ekan. Demak, 8 tasida ham ishlaymiz. Undan tashqari king saytlarimiz bor. Unda ham hozir nechta bo'lganini bilmayman. Uni keyingi videolarda navbatma-navbat chiqarib sanab, hammasidan kunlik qancha pul ishlashimiz mumkinligi va jami qancha pul ishlashimiz mumkinligini keyingi videoda bitta jadval qilib, hisob-kitob qilib ko'ramiz.